Xo'sh, Qurbonov Bahrul Baxshulayevich. Qani, hammasini bir boshdan gapirib bering-chi. Ha, qizim. Ovqat tayyorladingmi? Ha, dadajon, ovqat qilyapman. Barakalloh qizim, barakalloh. Assalomu alaykum otajon, yaxshimisiz? Ye, o'g'lim. Qalaysiz? Keldingmi? Qalaysan? Rahmat. O'zi yaxshimi? Ovqatga harakatmi deyman-da. Ota, ko'zingiz qalay sizni? Biladi o'g'lim. Biladi. Ozgina sabr qiling, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mayli. O'zingizni ham davolayman, xo'p? Mayli, yaxshi. Hozir men bitta uyga kirib chiqay. Bo'pti, bo'pti. Yig'ib qo'yganlar, Xudo xolasa. Tushunmadim. Pulim qani? Oyisi? Oyisi? Labbay? Shkafda yig'ib qo'ygan pulim bor edi, sen ko'rmadingmi? Yo'q. Ota, men yig'ib qo'ygan pullarimni ko'rmadingizmi, mabodo? Yo'q. Tushunmadim. Ukam. Menga qara. Sen yig'ib qo'ygan pullarimni olmadingmi, mabodo? Qanaqa pullaringiz aka? Otamni ko'zlari uchun davolash uchun yig'ib qo'ygan pulim bor edi, sen ko'rmadingmi, mabodo? Men pulingizni nima qilaman aka? Menga qara. Assalomu alaykum otam. Menga qara. Men senga aytyapman. Sen olmadingmi pullarini? Men senga pulingni olmadim dedim, tushundingmi? O'g'lim, ko'rmadingmi? Yo'q, yo'q dedim. Ota, faqat yonni olaverasiz mana. Olganingiz olgan, mana ahvol. O'g'lim, qo'y. O'sib tashlayman olmaydi. Men tamom bo'lgan o'taman. O'sha nima qilyapsan? Qo'y pichoqni, uka. Qo'y pichoqni. O'g'lim, menga qara. Akangni o'ldirib qo'yding-ku. Oh, padan! Afsus. Shu arzimagan giyohvandlik vositasini deb siz o'z akangizni, jigaringizni qotiliga aylandingizmi? O'z otangizni qon qaqshatdingizmi? Bahrul Qurbonov, sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi.